Assalomu alaykum aziz Muzaffar tog'a kanali muxlislari. Avvalambor hammalaringni hayit bayramlaring bilan tabriklayman. Iloyim bunaqa hayit bayramlarida ko'pini tinchlikda, omonlikda, xotirjamlikda yurt ellarimiz bilan birga kutishlikda hammamizga nasib eylesin Parvardigor. Yana bitta bayram futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqishdi. Bu bilan ham butun xalqimizni tabriklayman. Yigitlarimizga rahmat. Oxirigacha shu matonat bilan kurashib bizda shunday 34 yil deganda shunday baxtni ko'rishni bizga nasib qildi. Bu bir tom ma'no qandaydir bir ma'noda baxt biz uchun. Nimagaki otam Rahmali Ishqiboz edi futbolga. 26-yilda tug'ilgan otam. U juda qariganda ham ko'rardi futbolni. Dadam Rahmali, undan keyin nihoyatda ishqiboz edi dadam. Ular o'tib ketishdi, ko'rardim nima bu nimalar. Dadam o'ynasa, yutkizib qo'ysa so'kaverardi endi. Futbolchilarni rosa so'kardi-da. Eslab, o'shanaqalarni eslab ko'p nima qilamiz. Shu hali futbolni ko'rib turganda shu surilib tiz o'rtaga borib olardi. Yana orqaga qaytib surilib yana juda qiziq nima qilardi. So'kib, ular ko'rishib yetishdi, biz ko'rdik mana Xudoga shukr. Bunaqa yana jahon chempionatlariga chiqishlarimiz davomiy bo'lsin. Yana o'sha futbolchilarimiz yoshligimizda o'sha ko'rgan Shkvirinlar, Mirjalol Qosimov, Azamat Abduraimov, Fyodorov, juda ko'p o'yinchilar, otlari endi esdan chiqib qolgan, juda ko'pini hammasini kuzatardi. Keyingi avlod, Jeparovlar, Haydarovlar, hozirgi trenerimiz mana Kapadze, Gennadiy Denisov, Vitaliy Denisov, Anzur nihoyatda nima qilib bir nima deyam intervyularni ko'p qo'yishadi. Xuddi jon jahdi bilan o'ynagan o'sha bolalar ham. Shu lekin rizqi nasib ekan hozirgi yoshlarimizga bu nasib qildi. Genrix juda zo'r o'ynardi. Hamma ishqiboz edi. Misol shaxsan o'zim ham juda Genrixga ishqibozchilik qilardim. Odil Ahmedov hammasi yana juda ko'p futbolchilar endi esimda bori hozir shular. Aziz Haydarov nihoyatda baquvvat o'yinchilar edi. Shu yurt elimizni hammamizni tabriklayman. Bu yigitlarni tarbiya qilgan ota-onasiga rahmat. Bularga tarbiya qilgan ustozlariga rahmat. Avvalo o'sha bunga rahnumo qilib, yo'l ko'rsatib, bularga sharoit yaratib bergan prezidentimizga rahmat. Biz futbol muxlislari nihoyatda xursand bo'ldik. Yana bu nimalarimiz davomiy bo'lsin.